Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreys tilidagi le pulki chiqtonsa, ya'ni le noto'g'ri fe'lni o'tamiz. Le noto'g'ri fe'lning qoidasi quyidagicha. Demak, le noto'g'ri fe'li. Le noto'g'ri fe'lida asosga undosh bilan, ya'ni p, n, s bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda patchimda kelgan l harfini tushirib qoldiramiz va qo'shimchani qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shu joyga yetaveramiz. Demak, asosda l undosh kelgan bo'lsa, biz har doim p, n, s bilan boshlanadigan qo'shimchalarni qo'shganimizdagina asosdagi, ya'ni o'sha patchimda kelgan l harfini tushirib qoldiramiz. Demak, l noto'g'ri fe'lni endi misollarda ko'rib chiqamiz. Salda. Demak, bunda infinitiv ma'nosini beruvchi da qo'shimchasini olib tashlaymiz. Asosda, ya'ni patchimda l harfi kelgan. Buni biz pnida, ya'ni p bilan boshlovchi qo'shimcha qo'shganimizda mana patchimda kelgan l harfi tushib qolishi kerak hamda bu samnida ko'rinishda o'tadi. Keyingisi yana p, n, s bilan boshlovchi qo'shimchalar edik. Demak, saldaga endi dani olib tashlaganimizdan keyin asosda l bor. Endi bunga s bilan boshlanuvchi sayo qo'shimchasini qo'shsak, demak bunda ham patchimdagi l tushib qoladi hamda sasayo ko'rinishi tuslanadi. Salsayo ko'rinishda emas. Keyingi so'zimizga o'tamiz. Talda infinitiv shaklini olib tashlaymiz. Asosda, demak, patchimda l harfi turibdi. Bunga n bilan boshlovchi qo'shimchani, ya'ni sifatdosh qo'shimchasini qo'shsak, patchimdagi l tushib qoladi hamda bu tan ko'rinishda tuslanadi. Ya'ni tan imishik, shirin ovqat degan ma'noda tuslanadi. Quyidagi jadvalga yetaveramiz. Ushbu jadvalga qaraydigan bo'lsak, l noto'g'ri fe'liga tegishli bo'lgan so'zlar hamda qo'shimchalar keltirilgan. Demak, salda fe'lida unli bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda qaraydigan bo'lsak, sarayo shaklida tuslanyapti. Demak, hech qanday o'zgarishga uchramaydi. L noto'g'ri fe'lning asosiy xususiyati hisoblanadi bu. Ya'ni unli bilan boshlovchi qo'shimchalarda hech qanday o'zgarishga uchramaydi. P bilan boshlovchi qo'shimcha pnida qo'shilganda samnida patchimdagi l tushib qolyapti. N bilan boshlovchi qo'shimcha qo'shilganda san shaklida tuslanyapti, ya'ni patchimdagi l tushib qoladi. Xo'p, ilkomnida riogo qo'shimchalari, ya'ni l bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda qo'shimchaning o'zi qo'shiladi, ya'ni salkomnida salyogo shaklida. Ortiqcha hech qanday harf qo'shilmaydi. S bilan boshlovchi qo'shimcha qo'shilganda, demak, sasayo patchimdagi l harfi tushib qoladi. Keyingi so'zlarga o'taveramiz. Demak, molda moroyo unli bilan boshlangan qo'shimcha bo'lgani uchun o'zgarish bo'lmadi. P bilan boshlovchi qo'shimchada patchimdagi l tushib qoldi. Momnida n bilan boshlovchi qo'shimchada mon shaklida tuslandi, patchimdagi n tushib qoldi. Ilkomnida shaklida molkomnida bo'lib tuslandi. Demak, buning riogo hamda sayo shakllari mavjud emas. Sifatlar uchun, demak, kelasi zamondagi moqchi shakli hamda buyruq shakllari mavjud emas. Ulda uroyo umnida un ulkomnida ulyogo usayo. Bundan e'tibor bersangiz, unli bilan boshlovchi qo'shimchalarda o'zgarmadi. P, n hamda s bilan boshlovchi qo'shimchada patchimdagi l harfi tushib qoldi. R bilan boshlovchi qo'shimchalarda esa o'z holicha qo'yildi. Hech qanday o'zgarishga uchramaydi. Pulda. Demak, puroyo unli bilan boshlovchi qo'shimchada o'zgarishga uchramaydi, puroyo shaklda. Pumnida p bilan boshlangan qo'shimcha bo'lgani uchun patchimdagi l tushib qoldi. Pun n bilan boshlangan qo'shimcha bo'lgani uchun patchimdagi l tushib qoladi. Pulkomnida kelasi zamon ilkomnida shakli bo'lgani uchun o'z holicha tuslanadi, ya'ni hech qanday harf tushishi yoki qo'shilishi bo'lmaydi. Pulyogo bunda ham l bilan boshlovchi qo'shimcha bo'lgani uchun harf qo'shilishi yoki tushib qolishi shakllari bo'lmaydi. Pusayo bunda s bilan boshlovchi qo'shimcha bo'lgani uchun patchimdagi l tushib qoldi. Keyingisi talda. Tarayo unli qo'shimcha bo'lgani uchun o'zgarishga uchramaydi. Tamnida p bilan boshlovchi qo'shimcha bo'lgani uchun patchimdagi l tushib qolib tamnida shaklida tuslanadi. Tan n bilan boshlovchi qo'shimcha bo'lgani uchun patchimdagi l tushib qolib tan shaklida tuslandi. Talkomnida
Demak, kelazamon qo'shimchasi l bilan boshlovchi qo'shimcha bo'lgani uchun hech qanday tovush orttirilishi va tovush tushishi hodisalari bo'lmaydi hamda talkomnida shakli tuzlanadi. Demak, ryoga hamda seyo shakllari mavjud emas. La noto'g'ri fe'li bo'yicha asosiy qoidalar shulardan iborat edi. Faqat bunda biz e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan asosiy qoida shundan iboratki, la noto'g'ri fe'lida p, n, s bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda patchimdagi l harfi har doim tushib qoladi. Unli qo'shimchalar qo'shilganda harf tushishi bo'lmaydi. Demak, a yo oyo qoidasi bo'yicha qo'shib ketaveramiz. Buni a yo oyo qoidasini oldingi darslardan ko'rib olishingiz mumkin. L bilan boshlovchi qo'shimchalar bo'lganda tovush orttirilishi, tovush tushishi kabi hodisalar bo'lmaydi. O'z holicha qo'shib ketaveramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.